Bitta ma'lumotni tushuntiraman. Juda ko'pchilik mana bu zigzag simlarda hammasini bir xil deb o'ylaydi. Bu bir xil bo'lmaydi. Buni ham o'ziga yarasha ishlatilgan materialiga qarab turib narx kelib chiqadi. Biz buni Koreyada ishlataverib juda ham ko'p sindirardik, o'rganardik shunaqa qilib. Ya'ni buni oddiy odam sindira olmaydi. Ya'ni juda ham oddiy. O'zi joy bor. Ko'pchilik tushunmayapti. Plyonkani qatirayotgan vaqtida shunaqa narsa borki, mana uni mana yaqinroqdan. Bunday qiladigan bo'lsam, plyonkani bo'ldi. Nomiga mana chertib o'tib ketadi. Ko'ryapsizlar mana. Bu joyni mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz yirtib ham qo'ydi mana. Mana shu narsani qatirayotgan vaqtimda agarda usta bo'lmasam, to'g'ri qatirmasam, men mana uni noto'g'ri urib ketadigan bo'lsam, bo'ldi mana shiladida plyonkani yirtadi. Mana. Ko'rdinglarmi? Yirtildi mana plyonka. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Agarda mana shuni noto'g'ri ursam, plyonkani ma'lum darajada biray holatga olib kelib qo'yaman. Balki ko'pchilik mutaxassislar bilan ishlayotganda arzonroq odamni topib oladida, arzon odamga qildirsam bo'lar ekan. Buni biz Koreyada ham ishlab yurgan paytda yaxshigina o'rganganmiz. Qanday qilib urish kerak, qanday qilib qo'llarni to'g'ri ushlash kerak degan joylari bor. Oddiy ключевой narsa bo'lishi mumkin, lekin shu oddiy ключевой narsa sizni plyonkangizni, issiqxonangizni umrini yo qisqartiradi yoki uzaytiradi. Bunaqa foydali ma'lumotlar bizning kanalda. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.